Moringa bu daraxt barglari u tobora ommalashib borayotganligidan mo'jiza daraxti ham deb ataladi. Moringa Afrika, Hindiston hamda Filippin orollarida keng tarqalgan. O'simlik tarkibida 92 tadan ortiq ozuqaviy moddalar va 46 turdagi antioksidantlar bor. Olimlarning fikricha, bu o'simlik 300 dan ortiq kasalliklarni davolaydi. Moringa xavfsiz. Uni turli xil yoshdagi insonlar iste'mol qilishlari mumkin. Moringa bir haftadayoq o'z natijasini ko'rsatadi. Moringa tarkibida yogurtga qaraganda 200% dan ko'p protein, bananga qaraganda 300% dan ko'p kaliy, sutga qaraganda 400% dan ko'p kalsiy, sabziga qaraganda 400% dan ko'p A vitamini, apelsinga qaraganda 700% dan ko'proq C vitaminlari mavjud. Immunitetni maksimal oshirib beradi.